Bo'pti, sen uyga boraver, men yig'ilishimni o'tkazib keyin boraman. Mana o'tirib turay, keyin birga ketardik. Aqling yetmagan narsaga nima qilasan, aralashib? Ket degandan keyin ketavermaysanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umidaxon, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Kech qolmadimmi? Hay yo'q, kucha kutibmiz-da, qani. Xo'p, Nima debdilar? bemalol biznesini boshlaysan, pul beraman debdilar. Zo'r ish bo'libdi, boru. Xudo xolisa boshlab olaylik, hammasiga birgalashib berishamiz. Xudo xolasa. Zakazga ham buket qilib beraverasizlarmi? Albatta okajon. 100 ta atir guldan bir chiroyli qilib qilish kerak-da, nozira odamga. Bo'ldi, yes qilamiz-da. Biram mehribonsiz. Sanga emas, Umidaxonga yangi biznes boshlayapmiz-ku, o'sha oldidan xursand qilib qo'ymoqchiman sovg'a bilan. Ham bir biznesda. Dasturga qilib berasizlar? Zari, Olabek. tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Kichikroq bo'lsa ham senga. Voy, rahmat dadasi. Endi arzonroq bo'lsa ham olaverasan. Ishim yurishib ketsa, xudo xolisa mashinalar olib beraman nasib. Dadasi, siz o'zingiz menga eng katta sovg'asiz. Oshing tayyor bo'lsa, so'z bo'lmasa. Hozir siz emas. Allo dadasi, qayerdasiz? Ishdaman, nima edi? Nima o'zingiz telefoningizni ko'tarmayapsiz? Ishlayapman, hadi bezovta qilmagin. Bo'lib qoldingizmi? Aha, hozir. Bo'pti, ezvording-ey. Qo'shni, eshitdingizmi? Nozimani eri yurib ketibdi. Voy bechora, o'zi yaxshimikan? Hozir erkak zoti mana shunaqada, puli ko'payib qolsa yangisini xohlab qoladi. Siz ham ehtiyot bo'ling. Xudoga shukr, meni erim unaqa odam emas, qo'shni. Mayli, gaplashamiz. Hammasi bir go'r. Nima qilyapsizlar? Voy, senga surpriz qilmoqchi edim-ku. Hammasini beliga tepdingiz kenayi. Uzr, kenayi. Eringizning o'rtamizda hech nima yo'q. O'zlari aytganlari uchun majbur bo'ldim-da, rol o'ynashga. Kutilmagan bo'lsin dedim-da. Men bo'lsa mendan zerikdingiz deb o'yladim. Jindimisan? Qancha qiyin paytlarda yonimda bo'lding. Sen bo'lmaganingda balki bu kunlarga yetmasdim. Yaxshi kunlar kelganda hammasini unutib yuborsam, ko'r bo'lib ketaman-ku. Ha, esingdami? Senga mashina sovg'a qilaman deb va'da berdim. Senga Rahmat. ha, buni olib boshqatdan berib videoga olib olaylik, internetga qo'yib bitta ochko ishlab olay, ha? Bu hayot seni menga berdi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Esinglarda bo'lsa, Mustafo degan bolamizni videosini qo'ygan edik. Kaban maketini yasagan. Xullas kalom, operatsiyaga 100 ming dollar kerak edi. Ilk ko'chish operatsiyasi hozir Turkiyada bo'lish kerak. Va hozirda sizlarning sharofatinglar bilan va o'zlari ham qayerdandir etdan-betdan qarz olib 60 ming dollarcha yig'ilibdi va Turkiyaga olib ketgan hozir bolachani, yerda davolanish boshlagan. Lekin yana 50 ming AQSh dollari kerak ekan. Yana bir eslatma, barcha kartalarda Dilnura Yoqubova nomida chiqadi kartalar. Ya'ni hozir mashinaliklar ko'payib ketgan, shularga aldanib qolmaslik uchun eslatib o'tyapmiz. Hozir onasi bilan Mustafo Turkiyada asosiy operatsiyaga tayyorgarlik ko'ryapti. Xudoga tavakkal qilib ketishgan o'rtoqlar shu yerda turib, endi yaxshi niyat bilan harakat qilishyapti. Shunaqa ekan, biz ham qo'ldan kelgancha yordam qilsak, juda ham ulug' ishga sababchi bo'lib qolardi. Va bitta eng yaxshi yangilik, bu operatsiyadan keyin hech qanaqa asorat qolmas ekan. Do'stlar, ushbu videoni imkon darajasida qo'ldan kelgancha tarqataylik. Ehsonning katta kichik bo'lmaydi. 1000 so'm tashlasa ham bu ehsonga kiradi albatta. Va o'rtoqlar, barchamiz yaxshi niyat bilan duo qilaylik, ilohim. Yaxshi bo'lib ketgandan keyin sizlarga o'sha natijani ko'rsatib, bir video qilib chiqishni nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin.